Assalomu alaykum barchaga, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Biz mijozlarimiz dastagan bo'laveradi. Bu galgi manzilimiz Toshkent viloyati Begoboddamiz. Yo'l yuzida. Xo'p, xolodilnigimizni umumiy uzunligi 480 ga 10 metr, balandligimiz 4 bo'ldi. Asosiy beyda qo'yiladigan mahsulot karam mahsuloti bo'ladi. Devorlarimiz penopoliuretan, o'sha eng sifatligidan, listlarimiz 0.4, plotnostimiz 40-42 berilgan. Xo'p, 1 kvadrat metrimiz 10 kg 600 chiqadi. Xo'p, ispolitelimiz DD100, tashqaridagi ham fen 100 bo'ladi, 10 ta ot kuchli, 7,5 kilovatli. Xo'p, rabochiy holatida, kechagina umumiy hozir ventilyatorlar, tashqaridagi ventilyatorlar ulagan holatimiz ham 5-5,5 kilovat atrofida расход qilibdi, ya'ni ekonomik kompressorlar. Xo'p, penofleksni ham sразу birga olib kelganmiz, sababi tagiga solgani men og'irgarchilik bo'lmasin deganlar uchun olib kelib berdi. Xo'p, har doim takrorlab aytaman. Bu penopolistiron emas. Bu penopoliuretan. 30-35 yil kafolat beriladi buni ichidagi mahsulotga. Sразу mana yer ustiga taxlab yuboriladi. To'g'ridan-to'g'ri quyosh tushsa, hech qanaqa unaqa ta'siri yo'q. Hop, rangi shunaqangi holatda bo'ladi. Sariq bo'ladi. Penopoliuretan deb doim aytayapman, keyin mijozlarimiz tushunishmayapti. Qarab turing. Penopolistiron bilan penopoliuretan farqi juda ham katta bo'ladi. Ko'ryapsizmi? O 20 santimetrligi ham buni 10 santimetrligini ishini qilib bera olmaydi. 15 santimetrligida ham, chunki O'zbekistonda tokki narxi ko'tarilib boryapti. Shuning uchun iltimos sizlardan tushuntirishga harakat qilyapman mana. Okalar tushuninglar. Mahsulotini chiroyli dirkillab chiqish uchun penopoliuretandan qilinsa, ozgina plus minus bo'lyapti xolos. Rosa farq qilsa, rosa 1,5 $1000 farq qiladi. Voydodda o'rganingiz ham $2000 farq qiladi, lekin tok hisobiga oladigan bo'lsak, 1 yilda уже siz foydaga kirib borasiz. Chunki tok расходlarda farqi bor. Chunki tashqi harorat ta'siri, misol deylik, -30-35 bo'lib ketsa, o'tkazib yormaydi. Harorat 55 gradus bo'lib ketsa ham unaqa qattiq ta'siri yo'q, to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushsa. Endi bu ko'z salqin joydamiz-ku. Shunaqa holatda bo'ladi. Listlari 0.4, yozuvlari video ham o'zi obrazец qilib olganman. Shu penopoliuretan shunaqa bo'ladi. 8 metr bunaqasiga tashlasangiz ham o'rtasi o'silish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. 8 metrdan. Mana shu tavasida bemalol 4 kishi, 5 kishi yuraveramiz. Shunaqa zo'r, mahkam narsa bo'ladi. Tiklaganingizdan keyin bo'ldi. Buni umuman qimirlatman bo'lmaydi. Taglarga chiroyli qilib mana penoflex deymiz. U termoflex nimadir flex emas. Buni tavsiya qilishimizning sababi, buni zavodda 28 plotnostligi garantiya beradi. Haroratni o'tkazib yormaydi. Tashqaridan o'z-o'zidan, misol deylik, qish kunlari yerimiz ko'pchilik biladi, yer issiq bo'ladi baribir. 18 gradus tevaga qarab chiqib keladi. 18 gradus tevaga qarab chiqib kelgandan keyin buni yaxshi utepleniya qilmaganimizdan keyin patologlarimiz o'z-o'zidan terlashib boshlaydi. Shunaqa holat. Xo'p, yana tushuntiradigan narsalarimiz. Hop, eshigimiz откатный bo'ldi. Откатный, ya'ni Damazkiga o'xshab, xuddi shunaqa ochilib yopiladi. 1.74 ga 2.24. Zavodskoy eshiklarimiz bor. Tevasiga naves qo'lali biz bitkazib berdik, xudo xolasa. Rustam aka xonadonlaridamiz. Kompressorimiz. Shuna yoqinchi sana bo'ldim. Turku ha. Mana bitta bo'ldi. Yo'q. Kompressorimiz ishlashi. Pashta aholini ichidamiz. Kechagina kechqurun ishlatib ko'rdik, hech qanaqa xalaqit qilgani yo'q, misol. Bu tarafda ham aholi bor. Tepasini ограждение qilib, mana kabellarga e'tibor bermasin deb mahalliy ustalarimiz naves qilgandan keyin tepasiga chiqarib olaman deyishdi. Ispolitelimiz ishlashi. Nержавейкali ispolitel, har xil ispolitellar bor. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Savollar bo'lsa bemalol. Doim kim qaysi klient aytsam aytamiz, voy shunday qilinglar desa, to'g'risi tushunishmayaptimi bilmadim, yo tushunishni xohlashmayaptimi.
penopolistiron bilan penopoliuretanni umuman tenglashtirmadi. Ikkalasi umuman boshqa narsalar. Umuman boshqa narsa. Hech qachon penopolistiron penopoliuretanni ishini qila olmaydi. To'g'ri tushuning, mana. 15 sm bo'ladimi, 20 sm buni minus qilaman, nimadir umuman buni ishini qila olmaydi penopoliuretan. Xo'p. Shitimizni ochganimizdan keyin har doim qo'yadigan narsamiz. Endi ko'p videolarimizni qo'ymagan edimman. Fazla shita bor, G3. Bu telefonga qanaqadir xabar jo'natmaydi, shunchaki ko'k chiroqchasi bor. Fazlida qanaqadir muammo bo'lsa, qizil chiroqcha yonadi. Buni doim qo'yishimizdan maqsad, uni klient bilmaydi, tushunmaydi, chunki elektrdan xabar yo'q. Ventilyatorimiz teskariga aylanib ketib yoki bo'lmasam transformatorda qanaqadir muammo bo'lsa, u sразу avariyniy holatda displeyimizni o'chiradi. O'chirgandan keyin bitta mahalliy elektrin chaqirib, fazini tekshirtirib olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki kompressorimiz 6 sekundda kuyadi. Bu yerda o'zida zashita bo'lgani bilan ba'zi vaqtlarda o'tkazib yuborish ehtimoli bor. Ventilyator asosan ventilyator teskariga aylanib qoladi. Teskariga aylanib qolgandan keyin endi muz bo'lish ehtimoli bo'ladi, kuydirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun qo'yib qo'yiladi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefonimizda hozir 24 soat yo'q. Endi hozir Ramazon vaqti, Ramazon paytida kechki payt ololmasligimiz sababi o'sha tarobeh bo'ladi. Shuning uchun ololmay qolamiz. Endi qaytaramiz desa, o'sha soat 11 bo'ladi. Boshqa payt Telegram, WhatsApp hamma narsa yo'q. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.